Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularga g'oya va tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun turtki berish, shuningdek, yigit-qizlarning shaxsiy rivojlanishiga imkon yaratish maqsadida an'anaviy tarzda biznes marafon loyihasi o'tkazib kelinmoqda. Ayni kunlarda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi, Yoshlar ishlari agentligi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamkorligidagi marafonning 5-mavsumi davom etmoqda. Loyiha spikerlari bu gal jizzaxlik yoshlar bilan uchrashdi. Biznes marafon ko'plab yoshlarning talab va istaklari asosida tashkil etilayotgan loyiha bo'lib, u kelajagini o'z qo'li bilan yaratishni istagan har bir yosh uchun ayni muddaodir. Jizzax shahrida joylashgan kibersport arenasida bo'lib o'tgan marafonda respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan eng ilg'or tadbirkorlar o'z tajribalarini jizzaxlik yoshlar bilan bo'lishdilar. Shuningdek, biznes va tadbirkorlik faoliyatiga zamonaviy texnologiyalar, innovatsion ishlanmalarni jalb etish, jahon bozoriga chiqish uchun yo'llanma vazifasini o'taydigan strategiyalar haqida ma'lumot berishdi. Spikerlarimiz ichida ayollarni borligini ko'rib, aynan Tamila Qurbonovani ko'rib juda ham katta motivatsiyaga ega bo'ldim. Nega deganda, bilamizki, ayollarimiz bugungi kunda ham tadbirkor, ham motivator, bilimli va salohiyatli ekanligini ko'rib, juda ham bir katta kuchga to'ldik. Talaba sifatida ayta olamanki, faqatgina o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha ishlash emas, hayotimizdagi to'g'ri yo'llarni ko'rish bo'yicha ham yaxshi dars bo'ldi deb ayta olaman. Hamma yoshlarni ko'rib turib, ularni ko'zini chaqnayotganini ko'rish juda ham zo'r. Hammaliga juda ham muvaffaqiyatga erishgisi kelyapti. Hammasi ilm o'rgangisi kelyapti. Bizga juda ham zo'r savollar berishyapti va savollarning ko'pi qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishish mumkin, nima qilishimiz kerak deb so'rashadi. Ilmga bo'lgan investitsiya eng yaxshi investitsiya deb javob beryapmiz, chunki qancha inson o'ziga investitsiya qilsa, shuncha ko'proq bilim oladi, shuncha yaxshi natijalarga erisha oladi. Ma'lumot uchun, yurtimiz va xorijda muvaffaqiyatga erishgan tajribali tadbirkorlar va yoshlar ishtirokida ochiq muloqot shaklida o'tkazib kelinayotgan marafonning o'tgan 4 mavsumida 110 ming nafardan ziyod yoshlar bevosita ishtirok etdi. 9 million nafarga yaqin yoshlar onlayn tarzda kuzatib bordi. 5-mavsumda ham spikerlar tomonidan biznes rejalarini tayyorlash hamda tadbirkorlikni boshlash uchun nimalar qilish kerakligi haqida tushunchalar berildi. Marafon yoshlar uchun tajriba va mahorat maydoni, kerakli motivatsiya va albatta tadbirkorlik faoliyatiga oid savollarga aniq va hayotiy javob olish uchun yaxshi imkon bo'ldi. Loyiha konsert dasturi bilan davom etdi.